Qishda juda ko'pchilik kurk tovuqqa ehtiyoj sezadi. Ya'ni qish faslida parvoz, parranda boquvchi aka-ukalarimiz kurk tovuqqa ehtiyojlari ortadi. Ya'ni qish faslida tuxum bosgan kurk tovuqlardan chiqadigan jo'jalar sifatli va yaxshi katta bo'ladi. Shu sababli ko'pchilik qish faslida kurk tovuq qidiradi. Endi bu muammoni bartaraf qilish mumkin. Ya'ni bugungi mavzuyimizda qanday qilib tovuqlarni uy sharoitida kurk qilish mumkin shu haqida bo'lib o'tadi. Videomiz yoqsa albatta like deb bosib, kanalimizga yangilar kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Va nihoyat mana ko'rishinglar mumkin, Farg'onada yomg'ir. Juda ko'pchilik, ya'ni o'tgan hafta juma kuni ham jumada so'raldi, ya'ni Xudodan yomg'ir, mana yomg'ir yog'di va nihoyat havolar tozalanib, toza havo mazza qilib nafas olyapmiz. Xo'p, bo'lmasam mavzudan chetga chiqmagan holda biz videoni boshladik. Birinchi navbatda nimaga e'tibor berish kerak? Kurk tovuq tanlayotganda imkon darajasida tovuqlarni tulak makonlarini tanlab olishingiz kerak. Ya'ni tulak makonda o'z-o'zidan bilamiz, onalik instinkti yuqori bo'ladi va iloji boricha o'zingizda eski kurk bo'lib yurgan tovuqlaringiz bo'lsa agar ishonchli bo'ladi. Ya'ni bozordan olgan tovuqingiz bo'lsa, agarda u inkubatorda chiqqan bo'lsa agar, unda onalik instinkti juda past bo'ladi. Shu sababli ishonchli o'tgan yillar kurk bo'lib jo'ja ochgan tovuq bo'lsa agar, bu siz tanlab oladigan tuxumga bostirish uchun yaroqli bo'lgan tovuq zotlardan bo'ladi. Bu birinchi tanlov. Ikkinchi tanlov, kurk qilish uchun tovuqlaringiz tuxumlab turgan paytda bo'lishi kerak. Ya'ni qishda bu aksariyat tovuqlar tuxumdan qoladi, lekin siz tovuqlaringiz qishda ham qatayxonangizdagi haroratda agarda 15 gradus atrofida saqlab beradigan bo'lsangiz, xo'p kurk bo'ladi. Endi tuxum qo'yadi. Keyingisi esa iloji boricha parrandani ichini qizdiradigan ozuqalar bilan boqishingiz kerak. Xususan eng zo'r effekt beradigan narsa mosh. Moshni maydalanganini kepakka aralashtirib, ozgina suv qo'shib beradigan bo'lsangiz, parrandani tuxumlashini tezlashtiradi va ichini qizdiradi va kurk bo'lishi uchun yaxshi samara beradi. Keyingisi bug'doyni suvda o'stirib turib, parrandaga berishingizni ham tavsiya qilgan bo'lardim. Bu ham tuxumlashini tezlashtirib beradi, ham parrandani tuxumga yotishini. Keyingi sabablar esa tuxumlayotganda iloji boricha tuxumlaydigan joyini qorong'iroq joyga qo'ying va tuqqan tuxumlarga tegmang. Iloji boricha tagida tuxumlari ko'proq miqdorda yig'ilib turadigan bo'lsa agar, uni ham onalik instinktini shakllantirib beradi. Va e'tibor beradigan bo'lsangiz, tuxumga yotadigan parrandalar xo'p, tushini atrofida, mana shu tushini oladigan bo'lsak, shu tushini atrofidagi patlarni sekin astalik bilan to'kib boradi. Ya'ni tovuqni teskari holatda tushini atrofidagi patlarni ohistalik bilan ushlab ko'radigan bo'lsangiz, yumshoq holatga kelib qoladi. Bilingki, o'sha parrandangiz kurk bo'lishga tayyor bo'lyapti. Ko'pchilik achitqi beradi, xamir turish beradi. Bu ham o'z miqdorda o'z samarasini berishi mumkin. Ya'ni parrandani mast holatga keltiradi, lekin yuqoridagi aytayotgan tavsiyamiz ham sizlarga oz bo'lsa o'z samarasini beradi. Lekin shunga amal qiling, albatta onalik instinkti bor parrandani tanlab olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Va iloji boricha xo'rozni alohida saqlashingizni ham aytib o'taman. Sabab tuxumlayotganda xo'roz kelib xalaqit berishi mumkin yoki masalan tuxumga yotishga harakat qilganda, kurk bo'lishga harakat qilganda xo'roz kelib bosishga harakat qilib tovuqingizni bezovta qilishi mumkin. Shu sababli iloji boricha kichkinaroq joy va tuxumlaydigan joy qorong'iroq holatda bo'lsa, albatta biz aytgan tavsiyalar o'z samarasini beradi. Xo'p, keyin tovuq orqali ham biznes qilish mumkin. Eng zo'ri hozirga aytganimga, xo'p, yaponskiy tovuqlar. Onalik instinkti juda yuqori bo'ladi. Oddiy o'zimizning jaydariga qaraganda yaponskiylarning effekti juda katta bo'ladi. Shu effekti zo'r kurk bo'lish uchun siz iloji boricha 10-15 ta yaponskiylarni olib ham xuddi shu tavsiyalarga amal qilib turib kurk qilib, hozirgi paytda 250-300 ming so'mgacha sotishingiz mumkin. Bozorda esa bir dona yaponskiy tovug'imiz 60 ming so'm, rosa ortib ketsa 70 ming so'm sotilyapti. Boring 30 ming so'mlik ras sotsangiz 100 mingga sotadi, lekin bemalol 250-300 mingga sota olasiz. Ya'ni bitta tovuqdan 150 ming so'm, 200 ming so'm sof foydangiz bor. Sizlarga taqdim etadigan video roligimiz va ma'lumotimiz shundan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like deb bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va bizda reklama xizmatlari ham mavjud. Pastdagi raqamlarga bemalol reklama bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sotiladigan parrandalaringiz bo'lsa, parranda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bizning raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz yordam beramiz. Va Telegram guruhlari ham tashkil etilgan. Ya'ni kimdir pullik reklamaga qiziqadigan bo'lsa, kimdir bepul reklamaga qiziqadi. Ya'ni bepul reklamamiz Telegram guruhimizda bor.
Daromad TV 11 deb qidirsangiz Telegramdan chiqib keladi. Bemalol Telegram guruhlarimizga ham qo'shilib, parrandalaringizni sotishingiz mumkin yoki bo'lmasam sotib olishingiz mumkin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Yana qayerda yomg'ir yog'yapti? Kommentariyaga yozib ketinglar. Farg'ona viloyati Rishton tumanida yomg'ir. Sog' bo'linglar.